Mana o'sha quduq. Yaxshi, endi buni portlatib yuboraman. Keyin bundan hech kim foydalana olmay qoladi. Xo'sh, tentini shu yerda qo'yib portlatib yuboraman. Yaxshi. Xo'p, endi knopka o'rnatish kerak bu yerga. Mana buni qattiqroq portlash uchun uzoqroqdan kelib bosishim kerak. Xo'sh, okey, super kuch. Tamam, xayr quduq. Ertalab yetibdi-ku, sakrab turmasak bo'lmaydi. Bugun qishloqda nima ishlar bor edi? Nima qilsam ekan? Bekorchilikda men demaydi, stolma, divan shunda yotayim, yotib bo'lmaydi, televizor ko'raymi ekan? Nima qilsam ekan? Ketdim, yaxshi eshikka chiqib kelay, nimalar bo'layotganini bilib kelaman. Yaxshi, eshigim ham takoy holatda turibdi, lekin bo'ldi, yopib qo'yaman garochim. Jetelmi? Voy, jetel, nima qilyapsan daraxtning ustida? Dovcha qidiryapman. Sen jinnimisan? Bu daraxtda dovcha bo'lmaydi. Nimaga? Bu meva daraxti emas-ku. To'g'ri, meva yo'q ekan. Bo'pti, unda men ketaman, hozir tushib ketaman. Tezroq tush, bu mening daraxtlarim. Hozir, salgina sabr qilib tur. Sen parkurchikmisan? Parkurchik. Yorvarayishib parkurchikman. Sakrachi yana? Молодец. Yana bitta sakra, qani ko'raylik. Ana, takoy sakrayapsan, bor, mavtonga sakra, davay, mavtonga. Uyimni ustiga sakrab bersang, bir stak izimrut beraman. Seriozda? Da, seriozda, sakra, davay. Mana. Oyog'im. Nimaga shunaqa deding? Sen aytganimni qilaverasanmi yana? Qilaverasanmi? To'xta, men seni ushlab olsam, ko'rasan mendan, yaramas. Ushlayolmaysan, chunki men eshitib qulflab qo'ydim. Yaramas, mendan ko'rasan hali. Qo'lingdan kelganini qil, xo'pmi? Borib turib, ishtima qilmay yig'laydi, borib o'tirib yig'lab oladi. Nimaga meni shunaqa qildi? Nimaga meni bunaqa qildi? Bemalol xohlaganingni qilaver desam ham voy, nima deyapman? Nechva? Telefon kelyapti. Alo, eshitaman. Jo'xa, qayerdasan? Uyimdaman, janob mer. Nima qilyapsan? Bitta jetelli izvassa qilib o'tirgandim. Ko'chada yig'lab yurganiga sen gapirdingmi? Yig'lab yuribdimi? Yig'lab yuribdi. Mayli, o'sha edi. Yig'lasa yig'laversin, Bo'pti. Tezroq yonimga kel, ish bor senga. Qanaqa ish? Kecha bir problema hosil bo'lgan, o'shani yo'q qilish kerak. Bo'pti, hozir yo'ldaman, o'sha boryapman. O'rningizda, o'sha eshigingizni tagida turibman, bordim mana. Yaxshi, qanaqa problema ekan, lekin problemalar to'g'risida aytsam juda ham yo'qmay ketyapti, chunki tushunmadim, nima qilyapsan? Sen ana jetelga nimaga teginding? Senga ham teginaymi? Yo'q, teginma. Bo'pti, unda nima desam ekan, mushingni qisib yur, tushundingmi? Xo'sh, ana endi yangi kompyuter kelganmi deyman. Assalomu alaykum. Va alaykum, Jo'xa, qalaysan? Yangi kompyuter olib keldingizmi? Qalay chiqibdi? Chotki, men kelib o'ynab ko'raman, hali vaqtim bo'lsa. Bo'pti. Mayli. Zo'r kompyuter olib kelishdi, lekin quyosh qani tepada ekan quyosh. Janob mer soatini qaranglar, soatni ko'rsatib turadi-yu, lekin vaqtni ko'rsatib turmaydi, bilmayman, ko'rsatmayapti nechini. Assalomu alaykum janob mer, xonangizda bir yorug'roq qilib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Hech narsa qilmaydi. Qarochi, kecha tunda qaysidir ahmoq quduqni portlatib ketibdi. Seriozmi? Seriozda. Nima qilish kerak endi uni? Borib ko'rchi qanaqa ahvolda ekan. Sozlab bo'lsa sozlaymiz, bo'lmasa yangi quduq qo'yamiz. Qo'yamiz? Qo'yamiz. Quriladigan narsaga qanday qo'yamiz? Men qo'yiladigandan zakaz qilaman. Bo'ldi, hozirda borib ko'rib kelaman. Tezlash. Bo'pti, o'sha yo'ldaman. Obboki portlatib ketdi ekan, suv olib turgandi, yaxshi suv berib turgandi. Mayli, hozir bu tomondamidi yo bu dash tomonda ekan. Ana, suv oqib yotibdi-yu. Obbo, nima bo'ladi endi, hayronman. Mayli, nimadir qilishimizga, daraxt ham nimadir qilib yoribdi. Suv oqib ketibdi, qaranglar. Mana bu yerlarni dabdalasini chiqarib suv oqib loy bo'lib qopti mana bu yerlar. Suv esa hali ham to'p to'la turibdi. Buni suvni avval qayergadir yo'qotish kerak. Mana bu yerlarni to'g'irlash kerak, keyin quduq qo'yilsa ham qo'ysa bo'ladi. Birinchi janob mer yoniga borib aytayman, men bo'layotgan holatni, bu vobshe holat bo'lgan, suv oqib ketgan, ko'ryapsizlarmi? Suvni oqishini qaranglar, takoy turibdi. Xo'p, hozir birinchi janob mer yoniga borib aytib kelaman bu holatni, keyin to'g'ri tushuntira olsam, sozla desa sozlayman kelib turib. Janob mer, xullas borib ko'rdim, portlab ketgan rostdan ham suv oqib yotibdi hamma yoqqa. O'shani sozlash kerak. Qanaqa so'zlayman axir? Qaroshda birinchi borib o'sha oqib turgan suvlarni bartaraf qilib, men esa quduq zakaz qilib qo'ydim. Ya'ni o'rnatiladigandan o'shani o'rnatasan. Mayli, unda borib ish boshlayman. Tezroq boshla. Bo'pti, men ketdim o'sha. Nima gap? Janob men yoniga kirmoqchi edim. Marhamat, navbatingiz keldi, biratan kirishingiz mumkin. Eshik ochdi, bilasizmi? Yo'q, ochib ber. Eshik ochdi, bilmasang nima kelasan? Bomich. Ketdim, borib tezroq idishlarimni olib kelay. Qanaqa idish? Asbob uskunalarimni, instrumentlarimni olib kelishim kerak. Okey, uyimni qaranglar, takoy holatda turibdi.
Bizga kerak bo'ladi topor, kirkani yangisi kerak bo'ladi. Keyin qaytarib qo'yibman yana belkurak ham kerak bo'lsa kerak. Da, belkurak ham kerak bo'ladi. To'xtanglar. Bizga mana bu narsalar, chelaklar ham kerak bo'lib qolishi mumkin suv tashishimizga. Xo'p, birinchi o'rinda bitta daraxt kerak menga. Bitta daraxtni nima qilishimni ko'rasizlar. Keyin bitta daraxtni bitta joyi sinib ketgan, o'shanga bitta daraxt o'g'irlang, daraxtimdan o'shani qo'yib qo'yaman olib borib, keyin takoy turadi, chiroyli bo'lib, hozir xunuk bo'lib turibdi. Lekin qishlog'imizni qaranglar, shader bilan qanday chiroyli ko'rinadi. Hamma yoq go'zal, wow! Bitta like bosib ketgulik tabiat bo'lgan bu yerda. Keyingi videolarimda ham shader bilan olaymi, yo'qmi? Kommentariy yozib qoldiringlar, lekin rostdan ham qishloq chiroyli bo'lib ketar ekan shader qo'shsa. Kommentariy albatta fikringlarni yozinglar. Mana esa borib hozir tosh olib kelaman. Bizga tosh kerak, ancha-muncha tosh ketadi. Xo'p, bizda qayog'imizda narigi tomonda edi, shaxta bor edi. Shaxtadan olib kelish kerak bor toshlarni. Shaxtamiz ham juda ham jabr uzoqda joylashgan. Borib olib kelguncha o'zi ham odam charchab ketadi. Polizlar qaranglar, yo, shaderda dahshat chiroyli ko'rinyapti hamma yo'q. Endi shader bilan videolarni faqat kommentariy yozib qoldirsanglar, sizlar rozi bo'lsanglar agar. Tak, okey, mana bu yerdan toshlar olib ketamiz. Yangi shaxta ochilganda bu yerdan, yangi qishloqda 98-qishloq bu bilmaganlar uchun. Oldin 97-qishloqda bitta katta tartib 98 qilib qo'ydik. Yana keyingi marta 99-qishloqda ham tashkillashtirishga harakat qilamiz. Birinchi qishloqqa borish meni orzuyim bor. O'sha birinchi qishloqqa ham qachonlardir borsam kerak. Hozir emas, chunki hali anchagina bor 100-birinchi qishloqqa borish uchun. Avval bu qishloqlar gullatib, yashnatib, merlarni aytganini qilib, chotki bo'lgandan keyin borsam bo'laman. Bu yerga janob merga nima edi? Garaj qurgandim. O, qo'limga kelib qolibdi, men kerak emas bu. Urug'i ham kelib qolibdi menga. Bu ham kerak emas, obsheta. O, daraxt qaranglar, chiroyli turgani. Sho, вообще go'zal. Janob merda, короче, garajchi mana bu. Ichida mashinasi turibdi, eski mashina. Boram, nima deb yozgan, o'shanaqa mashinasi bor ekan. Bo'lib qoldim, nimagadir bilmayman. Xo'p, mana bu yerdan endi suvni qaytarishimiz kerak, bir amallab tepadan kelayin, chunki suvga tushib ketsam ustim, voy, suvga kirib ketdim. Voy, ay, baribir tushib ketar ekanman suvga. Obbo, nariyoqdan kelsam bo'lardi o'zi. Voy, yana tushib ketdim. Faqat halakat bola chiqdim borib. Mana aka, yana endi suv to'xtaydi. Mana bu yerda nimaga yashil bo'lmayapti endi? Endi bo'lsa kerak turdi. Obbo, bu yerga nimaga tosh qo'yib yubordim. G'irt halakatdan ham battar bola chiqdim borib. Hozir janob mer tepa qismini ham yopish kerak aytgan janob merda aytib kelishimdan avval. Xo'p, bizga keyin zabor kerak, zabor qo'yib chiqish kerak. Mana buni ko'tarib turish uchun yo tosh bilan ko'tartirib qo'yaymi ekan? Tosh bilan ko'tartirsam baquvvatroq ko'taradi shekilli. Toshim yetadimikan? 2, 3 ta, yerga ham 3 ta ketar ekan. Va bitta toshim qoldi. Orqasiga yetmaydi. Bor, yana tosh olib kelish kerak. Obbo, hozir tosh olib kelaman borib. Tosh olib kelgandan keyin esa qolgan joyini ham qilaman. Janob mer zakaz qildim degandi. Zakaz qilgan bo'lsa, olib kelishgan bo'lsa, tezroq borib qo'ysam bo'ladi. O'sha kun kech bo'lyaptimi, yo'qmi bilmayman. Hozir qaytib quyosh bu tomonga o'tib oladi yana. Chunki bizda kunduz kuni ko'p bo'ladi, kechasi kam bo'ladi. Nimaga unaqaligini esa bilmayman, to'g'risini aytsam. Ko'rdinglarmi, quyosh o'sha sraz nariyoqqa o'tib oldi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Ko'ryapsizlarmi, quyosh bu yoqqa o'tib oldi. Kechasi bo'lmayotgan bo'lib qolgan hozir nimagadir. Kechasi faqat kechasi bo'lgan vaqt kechasi bo'ladi. Nima deganimni to'g'risi tushunmadim o'zim ham. Menimcha sizlar ham tushunmagan bo'lsanglar kerak, tushungan bo'lsanglar agar kommentariy yozib qoldiringlar. Shu ikkita urug' yana qo'limga kelib qoldi. Men kerak emas desam ham qo'limga kelib qolayra, hayronman borib. Xo'p, mana bu ikkitamiz ikki tomonga, to'g'ri ikkita deb to'g'ri aytgan ekanman. Mamnun qilib qo'yamiz. Endi esa janob merda olib keltirgan quduqni qanaqasiga o'rnatsam bo'ladi qiziq bu yoqqa. Hozir bitta ideya qilaman, takoy qilib, o'shanaqa qilib o'rnataman keyin. Janob mer yonidan birinchi olib kelayin borib quduqini. Janob mer olib keldirdingizmi? Ha, birinchi yashikda turibdi. Birinchi yashikda. Mana umi? Ha, o'sha. Bo'ldi, hozir to'xtang. Men buni olib borib qo'yib ko'raman, suv chiqsa, chiqqan bo'ladi. Ha, bo'pti. Borib keyin menga rasmga tushirib olib kelib ko'rsat. Bo'pti, hozir janob mer borib o'rnataman, rasmga ham olib kelib ko'rsataman sizga. Qog'ozlaringizni ko'rib yotibman ekan. Xo'sh, qanaqasiga rasmga bo'lsa, qanaqasiga o'rnatishni birinchi o'ylab ko'rish kerak. Bu nima narsa o'zi? Qanaqa o'rnatiladi hayronman. Bitta o'rnatib ko'rish kerak. Tak, ikki tomonlama blok ekan, ya'ni ikkita blokka o'rnatiladigan narsa ekan. Dahshat bu, dahshat, vashi dahshat. To'xtanglar, buni bu holatga qo'ymaymiz, olib tashlayman buni hozir. Mana bu yerni qisqartirar ekanmiz bir qator, mamnun qilib, chunki buni qilsak xunuk bo'lib qolar ekan. Bu tomonda full olib tashlaymiz toshlarini, ana qatorda full olib tashlasak, keyin chiroyli ko'rinib boshlaydi. Quduqni o'shanaqa qilib ikkita blokli qilib o'rnatsam, menimcha chiroyli ko'rinsa kerak yoki 3 talik chiroyli edi. Kommentariy yozib qoldiringlar, qani. Sizlar fikringlar o'zi doim men uchun muhim bo'lgan, bundan keyin ham muhim bo'ladi dakansa. Xo'p, mana bu tomonga ham xuddi voy qo'limga ari qo'nsin. Xo'p, buni olib tashlayman, bo'ldi, всё. Ana endi o'rnatsak bo'ladi mana obratanda, mana aka. Ko'ryapsizlarmi? Tagoy bo'ldi, bor, mana bu tomondagi
bir qator olib tashlaymiz, kerak emas. Chunki tosh qo'ydim, u bir qator tosh bor. Bu narsa hozir bizga keragi yo'q. Endi bir yer blok olib kelishim kerak. Yer blok qo'ymasak bo'lmaydi joyiga qaytarib. Okey. Nechta bo'ldi? 5 ta, 7 ta qilishimiz kerak. Chunki 7 ta oldim, 7 ta qo'yish kerak qaytarib joyiga. Bu yer yashil bo'lib ketadi. Hali yomg'ir yog'sa, yomg'ir yog'masa ham sal turib o'zi yashil bo'lib ketsa kerak. Mana bu blokni tak mana bu yerga bittasini qo'yib yuboramiz. Bittasi shu yerga tushadi. Keyin qolganini ham shu tomondan qo'yib yuborsam bo'lar ekan. O'zim ham bu yerga qaratib turib, shunaqa qilib turib qo'yib yuborayin. Baribir kerak emas, hozir bu yerda ishlatmayman, baribir. Mana ikkita qoldi, bu tomonga 3 ta qolibdi ekan. Bittasini mana bu yerga qo'yib yuborayin birinchi o'rinda. Bitta qo'yamanda, keyin bittani bu yerga qo'yaman. Bittasini nari tomonga qo'yib yuboraman. Shunda menimcha to'g'ri tushadi. Va ichidan nima tushib olmayapman, bilmayman, o'g'lim kelmayaptimi. Mana va mana ko'rdinglarmi, takoy bo'ldi. Endi mana buni atrofini mana qilib o'rab chiqish kerak. Ya'ni buni ham portlatib yubormasliklari uchun toshdan baquvvat qilib yasab chiqishim kerak. Mana qilib bo'ldi. Bitta tosh ortib qoldi. Bitta mana qo'yib, bitta mana yerga tosh olib kelib, orqasini ham yopish kerak. Yana tosh olib kelish kerak. Bu tosh nahotki shuncha tosh yetmadi. Mayli, yana borib kelish kerak. Ko'proq tosh olib kelaman, chunki orqa tomonlarini ham yopish kerak. Tak, telefon kelyapti nimagadir. Hozir allo, eshitaman. Bitkazdingmi Jo'xa? Yo'q, hali bitmadi. Tezroq bitkaz, bo'l tez. Bo'pti, hozir. Tak, bitkazish kerak bo'lsa bitkazamiz. Faqat bunchalik tez emas, sekin betkazib kerak. Shoshilish yaramaydi, shoshilmaslik kerak. Xo'p. Okey. Bilmayman nechta tosh olib borishim kerak. Adashmasam bir stakka yaqin tosh ketib qolishi mumkin yoki bir stakdan kam ketib qolishi ham mumkin, lekin iloji boricha ko'proq yetishim kerak. 40 tachalar etsam yetib qoladi. Uni 40 ta olib bormayman. 30 ta borsam ham yetkazaman. Yetmasa yana qaytib kelaman. Baribir yaqin o shaxta, to'g'rimi? Borib kelish unchalik qiyin bo'lmaydi. Xo'p, hozir buni olib borib tezda o'sha yoqqa qo'yib kelaman. Kelmayman qaytib, iloji boricha kelmasligim kerak, chunki buncha joyga kelgandan ko'ra kelmaganim yaxshi. Lekin to'g'risini aytsam chiroyli chiqyapti. Sizlarga ham chiroyli ko'rinyaptimi? Bu shader bo'lgani uchun shunaqa chiroyli ko'rinyapti. Xo'p, bu yerga qo'yib chiqamiz full komplekt qilib, buni qilib. Okey, bilan yana qiyshiq qo'yib yubordim. Buni qaranglar, buni olib tashlaymiz bu yerdan. Kerak emas, olindi. Bu tomonga ham xuddi mana shunaqa qo'yamiz, bo'ldi. Bu tomonga ham shunaqa mana bo'ldi. Takoy. Bitta mana bu yerga qolganda manaka. Bu yerga bitta qo'yamiz. Bu yerga ham bitta qo'yamiz. Chunki bu menda bunaqa qilmasak. Tak, shunday suvni olishga qaranglar. Shuni keladi-da. Suvni nimaga olib bo'lmayapti? Olib bo'lmayapti-ku suvni. Mana bu yerdan olib bo'laman. Qarochi quyib olishadi nima qilib bo'lsa ham. Ketdim, janob merga aytgancha rasmga tushirib borishim kerak. Mana orqa tomonlarini ham yopib qo'yganimda rasmga olishim kerak. Manakay. Xo'p, manakay bo'ldi. Ana endi bu tomondan yana bitta olamiz. Bo'ldi. Janob merga borib ko'rsataman yoki Telegram bo'lsa tashlayveraman. Telegram bormi? Telegram ishlatadi shekilli janob mer. Xo'p, mana keldik. Janob mer, rasmga olib keldim. Telegramga tashlab ber. Telegramingiz bormi? Ha, bor. Usernamingizni aytingchi. Kuchukcha, Kuchukcha, mercha, telegramcha. Bo'l tashladim. Nikiz cho'tka ekan. Bo'l tashladingmi? Tashladim, ko'ringchi. Zo'r chiqibdi, gap yo'q.